Katta Qo'rg'onliklar bilasizlar, Piterda juda ham ko'p va o'zini o'rnini topgan katta qo'rg'onliklar ozroq desak ham bo'ladi. Shu insonlardan biri Otabek aka o'zimizni, sizni telefon ustaligingizdan beri bilaman, Oybek akam taniyman. Yo'q bo'lib ketdingiz aka, necha yildan beri Piterdasiz? Salkam 14 yildan beri Piterga biz. Grazansiz oldingiz. Oldim. Piterdan uy oldingiz. Oldim. Mashinangiz bor. Men sizni taksist deb bilsam, siz nima ishlarni boshlab yuribsiz? Nimaga hammaga aytmayapsiz qiladigan asl ishingizni? Endi asta-asta mana garajdan bilan olib, endi asta o'zi azon o'qishni ham yo'lga qo'yyapmiz. Nima u aka azon o'qish? Azon Valbers bilaman, azon o'qish nima? Azon marketda biz tovar sotamiz. O'zimizni mana 3 yildan beri shug'ullanib kelayotgan narsalarni hozir biz odamlarga ham ulashishga harakat qilyapmiz-da, azon o'qishimizni yo'lga qo'ydik. Xo'p, azonda men o'rgandim deylik, necha pul to'ladi sizga? Qanaqa u individualniy bo'ladimi yoki 4 ta 5 ta ballaga o'rgatiladi, nima bo'ladi? Hozircha faqat agar Piterga bo'lsangiz, ko'rishib o'tamiz. Xohlang Rossiyaning любой joyida bo'lsangiz, onlayn kursimiz bor. Telefonni yoqamiz, sizga polni ko'rsatamiz, o'zingiz qo'lingiz bilan bosib hammasini o'rganasiz. Men misol uchun dvornikda ishlab charchab zerikib ketganman yoki stroyda ishlayman. Bo'sh vaqtimda o'sha azonni necha oyda o'rganib olsam bo'ladi? Uni har xil kursimiz bor, lekin sizda qo'lingizga pulingiz bo'lib, IP dokumentlaringiz tayyor bo'lsa, 1 hafta 10 kunga sizni sotuvga bemalol olib chiqib ketasiz. Albatta, 1 oy mobaynida siz bilan polni ustingizga ishlaymiz va tovarlarni, qaysi tovarlarni olishni maslahat beramiz. O'zimiz bosib o'tgan yo'llarni hammasini siz bilan ulashamiz. Nima sotasiz o'zi aka azonda? Qayerdan olasiz u tovarni? Kimdir Xitoydan deydi, kimdir u yerdan. Siz qayerdan olasiz? Biz Xitoydan ham olamiz, O'zbekistondan ham olamiz va Moskvadan ham olamiz. Har xil. Xo'p, ustiga necha pul qo'yasizlar endi primerni? Uni sir bo'la qolsin. Xo'p, azonda o'qidim deylik. Men azonda 6 oydan mana yaxshi o'rganib, yaxshi ishni boshlasam, 6 oydan qancha pul topsam bo'ladi oyiga bemalol? 6 oydanmi? Lekin har xil. Kimdir bu masalan oyiga 100 ming topadi, kimdir bu oyiga 500 ming pul topadi. Qancha pul оборотga tiqishingizga bog'liq. Byudjetga ham bog'liq. Ha, albatta. Siz xullas katta qo'rg'onliksiz, mana o'zimizni katta qo'rg'onlik aka necha yildan beri taniyman. Katta qo'rg'ondagi uylarni ham bilaman. Mashinnik emas. Bemalol agar azonni o'rganmoqchi bo'lsanglar yoki uzun market o'rganmoqchi bo'lsanglar, pastda raqamlarni qoldirib qo'yamiz yoki Otabek katta qo'rg'onligiga bemalol murojaat qilaverasiz. Lekin katta qo'rg'onlik nomini yomon yoribsiz aka. Salomat bo'ling.